Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Qurultiyi tarafidan ta'sis qilingan Tor televiziyasiningki bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, men Farhod Yurunqash, oldi bilan hammanglarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hammanglarga Janob Allohdan salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat va barakat tilayman. Aziz qarindoshlar, Dunyo Qurultiyi tarafidan ta'sis qilingan bu Tor televiziyasi xalqimizning o'rtaq sadosi, qalb sirdishi, shundaqla hammamizninki o'rtaq mulki. Dunyo Qurultiyi Tor televiziyasininki bütün programmalarini sizlar hozir sizlar ko'rayotgan Facebook adresidan boshqa yana YouTube orqali ko'ra olasizlar. Shundaqla maxsus Tor bet uchun ta'sis qilingan 90 nomli bu Tor ko'zligidan ko'ra olasizlar. Programmadan keyin maxsus bu bizningki YouTube adresimiz va maxsus sahifa adresimiz ekranda ko'rindi va shu ekranda ko'ringan adres bo'yicha qarindoshlar bizningki bütün programmalarimizni vaqtida ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, men gapni uzatmay, bugungi suhbat temamiz asosan Uyg'ur davosiningki, ya'ni Sharq Turkiston davosiningki Germaniyadagi taraqqiyot yuzlanishi, eng yangi taraqqiyot yuzlanishi munosabatli bo'ladi. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, sizlarga ma'lum Germaniya Yevropa Birligininki parovuzi hozir Uyg'urlar masalasi bo'lib jazo lagerlari masalasi Germaniya matbuotininki asosiy kun tartiblaridan biri va mayli Germaniya federal parlamenti bo'lsin va federal hukumatida bo'lsin, yuqori saviyada, yuqori darajada Uyg'urlar masalasi ta'kidlanib kelyapti. Bu jihatdan atrofli ma'lumotga ega qilish uchun mana hammanglarga tanishlik bo'lgan bizning Germaniyadagi aktiv siyosiy faoliyatchilarimiz, peshqadam siyosiy faoliyatchilarimizdan biri hisoblangan Asqarjon Efendimni bugün stansiyamızga taklif qildik. Hurmatli Asqarjon efendim, atayt vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashmaganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Rahmat, xush keldingiz. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Hurmatli qarindoshlar, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti bu g'arb dunyosida qurilgan tunji tashkilot. O'tgan yakshanba kuni Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotininki 21 qatimli umumiy saylam yig'ini o'tkazilgan va saylamda demokratik usul deb berilgan saylam natijasida bu hurmatli Asqarjon efendim ilgirmi bir qancha qatim Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi bo'lgan va bu tashkilotning eng asosiy quruvchilaridan biri. Bu qatimki saylamda o'tgan yakshanba berilgan 21 qatimli umumiy saylamda Asqarjon efendim yana qayta bu 3. qatim bu tashkilotninki raislik saylandi. Hurmatli Asqarjon efendim, ekran oldidagi bütün qarindoshlarimiz oldida bularning huzurida sizni qayta bir tabriklayman. Muborak bo'lsin. Tekrar saylanganligingiz uchun. Hurmatli Asqarjon efendim, endi hozir sizga ma'lum bu texnik keyingi bir qancha oy ichida Uyg'urlar masalasi, jazo lagerlari masalasi Germaniya federal parlamentida maxsus muzokara qilindi. 2 qatim keyin. Undan keyin o'tgan yilning oxirida, ya'ni 12-oyning 6 va 7 kunlari Germaniya federal hukumatining inson huquqlari komissari doktor Barbel Kofler xonim bu Xitoyga ziyorat berishdan burun siz bilan kurashdi. Undan keyin Xitoyga borgandan keyin Sharq Turkistonga berib yerdagi jazo lagerlarini ko'rishni yoki Sharq Turkistonni ziyorat qilishni Xitoy hukumatidan rasmiy iltimos qildi. Bu Xitoy hukumatining rad qilinishi uchirdi. Faqat berib Tibetni ko'rib qaytib kelishga majbur bo'ldi. Va sizmi shu chorshanba kuni bir kun burun ataydan Berlinga berib siz federal hukumat inson huquqlari komissari doktor Barbel Kofler xonim bilan siz ko'rishib keldingiz. Bu hozir masalan bu haqda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, masalan ayni vaqtda siz bilan Xitoyga ziyorat berishdan burun siz bilan ko'rishganda siz bilan nima deyishdi, sizni nimalarni talab qildi, masalan siz ham Dunyo Qurultiyiningki Yevropa siyosiy ishlarga mas'ul alayda vakili. Bu o'tirib ko'rishimdan bo'ldi. Bu jarayonlar qanday bo'ldi? Xitoy nima uchun rad qildi masalan? Degandek Germaniya hukumati inson huquqlaridan mas'ul oliy komissari doktor Barbel Kofler xonim buningdan Xitoyga berishning oldida o'zi bilan ko'rishgandik. Bu tashqi ishlar ministerligida vazifalik bu yerga berishning oldida bizlardan qaysi talablaringlar bor, Xitoy hukumati bilan ko'rishgan vaqtda sizlar qaysi talablaringlarni o'tirib qo'yaylik, qaysi talablarni ularga yetkazaylik degan vaqtda biz o'ziga 8 moddalik bir tizimlikni avatib bergan. Bularning orasida masalan ota-onalari
turmuda bo'lgan, lekin o'zi vatan sirtida qolgan yurtdoshlarimizningki tizimliqi bordi. Uningdan keyin 237 ziyolimizningki qo'lga ilingan va izdiraksiz yo'qolib ketgan, yomsi turmudimi, yomsi jazo lageridimi, bo'lib bo'lmaganligi aniq bo'lmagan 237 kishiningki tizimligini yetkazib bergan. Uningdan keyin yana o'quvchilar bordi. Mayli Malayziyadan bo'lsin, mayli boshqa davlat, Yevropa davlatlari, Arab davlatlaridan qaytib ketgan o'quvchilar, lekin uningdan keyin ularga bilan aloqa qilish imkoni bo'lmagan, yo'qolib ketgan. O'shalarning hammasining tizimligini yetkazib berib, uningdan keyin jazo lagerlaridagi ata-onalarningki qolgan o'smir bolalarningki ahvoli to'g'riliq ma'lumot berib, o'ziga 8 moddalik bir nima yetkazib bergandik. U yerga berib degandek bizga avvalgi ko'rishgan vaqtida Sharqiy Turkistonga boraman va shuning uchun Xitoy hukumatiga iltimos qildim. U yerdagi vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'zimiz baho berib kelishimiz kerak. Iltimosimizga tez javob kelmadi degandi. Keyinlikka matbuotlarda tuyuldi, o'zim yana bizga xabar berdi, u yerga beraman deganimiz rad qilinibdi. Rad qilingan vaqtda bo'linki dastlabki rad qilinishida Xinjiang deb hamda Xitoy deyapti. Xinjiang o'zi bir avtonom rayon, uningga biz aralashamaymiz, ularning o'zining qaror berishi kerak, sizni kelib berib boramaydiganligingizga debdi. Bular unda bo'lsa ma'qul, biz o'zlar bilan aloqa qilaylik. Qayerga bilan aloqa qilsak bo'ldi degandan keyin 1-2 haftadan keyin bergan javobi hozir sizningki u yerga berishingizga sharoit pishmidi. Vaqti soati sharoit pishgan vaqtda yana balki berib qolasiz. Hozir u yerga berishingizga ruxsat qilolmaymiz deb javob bergan. Shunda bo'lgandan keyin Tibetga bordi, Lazaga bordi. Lazada berib bitta Germaniya hukumatiningki Xitoy bilan yilda 2 qatim inson haqlari dialogi bo'ldi. Bu berishimi shu dialoglarningki birisi u yerga borgan vaqtda asosan 80% Uyg'ur masalasi ko'rilibdi. Buni men ayninki 15, birinchi ayning 15i berib o'zi bilan, ya'ni taklif bilan bordim, qaytib kelgandan keyin u yerdagi bo'lgan suhbatlari to'g'riliq ma'lumot berish, ham bizningki hozirgi navbatdagi vaziyatlar to'g'riliq yana ma'lumot egallash uchun taklif qilgan, berib ko'rishgan vaqtimizda degini u yerda Xitoy amaldorlari, Xitoy hukumatiningki xodimlari bilan deydi ko'rishgan muzokarada 80% Uyg'ur masalasi ustida to'xtaldik deydi. 12-7 kuni bo'lgan 80%. Buningda masalan endi jazo lagerlari ustidan aytdi uzun muzokaralar bo'pti. Biz tizimliqlarni avitib bergandik. Masalan, German puhrasi bo'lib ota-onasi, urug' tuqqanlari, qarindoshlari shu jazo lagerida bo'lgan kishilarningki tizimliqini yetkazib bergan. Undan keyin dunyoning boshqa davlatlaridan, Turkiyadan bo'lsin, boshqa davlatlardan bizlarga tizimliqini avitib bergan yurtdoshlarimiz bor. Ularning tizimliqini, mushlarning hammasini o'ttirib qo'yibdi. Mushlarning hammasini o'ttirib qo'yib, sizlar yo'q dedinglar, biz bu yani tarbiyachi lageri dedinglar. Unda bo'lsa bular nimishki ko'rish mumkin emas, nimishki u yerga boray desak ruxsat qilmadinglar. Agar ular debdi sizlarning tuyganlaringiz yalnız g'arb matbuotlar chiqayotgan va yoxud Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb Dunyo Uyg'ur qurultiyining ismini eg'ziq elib, bularning qilayotgan tashviqot hammasi yolg'on debdi. Yolg'on. Bular ama javob beribdi. Yolg'on bo'lsa, shuni men o'z ko'zim bilan berib ko'ray desam, bu sizlar uchun yaxshi bir tashviqot bo'lmadimi? Agar ular yolg'on deyotgan bo'lsa, men o'z ko'zim bilan berib, ya'ni tekshirib rost Dunyo Uyg'ur qurultiyining yoki boshqa matbuotda chiqayotganisi yolg'onkan deb boryaptimi degan vaqtda uning javob beramagan gap. Bu yerda Ilhom To'xtiy masalasi ustida to'xtalibdi. Ilhom To'xtiy masalasi to'xtalib, ya'ni bundaq bir kishiningki o'zinglarning universitetida o'qituvchi bo'lib vaziyat ko'rayotgan birini sizlar bo'lguncha deb buni qanday bo'lgunchiligi bir paket bormi? Mushu narsalarni har narsani naaytdi deydi uzun suhbat o'tkazdik.
görüştük. Onundan keyin bizningki bu Germaniyadan avtilayotgan Adiljon to'g'riliqmi ayrim. Shu vaqtcha Adiljonning qayerda bo'lganligini bilmatdik. Hammamiz ansirabdik. Hammamiz ansirab bu bola hayotdimi, hayotda emasmi, qayerdami deb shu ko'rishgan vaqtda eng oxiri bu bolaninki turmada bo'lganligini ular e'tirof qildi. Bu balni 4-oyninki 27si qo'lga olgan, 4-oyning 27si qo'lga ilib, buni tekshirib, buni sen Germaniyadagi vaqtda Dünya Uyg'ur Qurultayining, ya'ni bölgünçi tashkilotningki faoliyatlarga aktiv qatnashibsan, deb uningga bölgünçi separatist degan qalpoqni kiygizib, 10-oydan tortib turmadi ekan va shu yerda sotga chiqaramiz deb aytibdi. Berber xonimninki biz bilan ko'rishgan vaqtda gepi u yerga adam avitishga tayyorlanayotganligini albatta deydi. Buningga Xitoy hukumatiningki yana shu ruxsat berishi, rozi bo'lish kerak. Lekin biz har qitim Xitoy amaldorlari bilan ko'rishgan vaqtimizda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib kelyapmiz. Albatta bu Adiljon masalasini har doim biz ko'zitib turyapmiz. Uningki hech bo'lmasa hozir qayerda bo'lganligini bilamiz deydi. Turmada bo'lganligini bilamiz. U yerga biz ko'rsatguchi avitish uchun harakat qilamiz. Uningdan keyin o'zining yana mushu yilning ichida Sharqiy Turkistonga berish uchun yana iltimos qilganligini, chunki ashadagi vaziyatni deydi biz Uyg'ur masalasi bizlar uchun nihoyat muhim bo'libmi, uningdan keyin bir kishiningki bu yerdan avitilib o'tishi, bu yerda bizningki bir mas'uliyatimiz bor. Shu sababdan biz u yerdagi vaziyatni nihoyat yaqindan ko'zatib turyapmiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur Qurultayi tomonidan tasdiqlangan To'rt televiziyasininki Naq maydon suhbat programmasi. Biz bugun Uyg'ur davosining, Sharq Turkiston davosiningki Germaniyadagi eng yangi taraqqiyot yuzlanishi haqida biz Dunyo Uyg'ur Qurultayininki Yevropalik siyosatchilarga mas'ul alohida vakili, shundaqla Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotininki reisi Asqarjon Apandi bilan suhbat etayotgan texnik sababdan programmamiz uzilib qoldi. Biz yana programmamizni davomlashtiramiz aziz qarindoshlar. Biz program oxirlashgandan keyin sizlar bu programmaning to'liq qismini YouTube'dan bu uzilib ketgan qismini YouTube'dan sizlar buning to'liq qismini ko'ra olasiz aziz qarindoshlar. Xo'sh, Asqarjon, sizdan uzr so'rayman. Ekran oldidagi qarindoshlarimizdan uzr so'raymiz texnik sababdan. Masala chiqib bu programma uzilib ketib qoldi. Xo'sh, Asqarjon, siz baydab o'tgandingiz, masalan, bu Germaniya federal hukumatining inson haqlari komissari doktor Barbel Hofler xonim 12-ayning 6-7 kunlari bu Xitoy bilan Germaniya o'rtasida har 6 oyda bir qatim bo'layotgan kishilik huquq dialogi uchun Xitoyga borgan va Sharq Turkistonga berib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini ko'rishni iltimos qilgan vaqtida Xitoy rad qilgandi. Baramga qaytib kelgan. Undan keyin berishdan burun siz baydab o'tgandek siz kurashdingiz, nurg'un materiallar bilan ta'minladingiz. Germaniya garajlarida o'tirayotgan Uyg'urlarning uyatga jazo lagerlarida, turmalarda tutib turilayotgan urug' tuqqanlarga oid dalil isbotli materiallar bilan ta'minlagandingiz va qaytib kelgandan keyin siz taqimish chorshanba kuni berib bu doktor Barbel Hofler xonim bilan siz ko'rishib keldingiz. Masalan, Asqarjon, masalan bu Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlardan tekrar uzr so'raymiz. Sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayi tomonidan boshqarilgan To'rt televiziyasining Naq maydon suhbat programmasida biz Uyg'ur davosining, Sharq Turkiston davosining Germaniyadagi eng yangi taraqqiyot yuzlanishi haqida sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi, shundaqla Dunyo Uyg'ur Qurultayi ninki Yevropalik siyosatchilarga mas'ul alohida vakili Asqarjon Apandi bilan suhbat etayotgan texnik sababdan uzilib ketib qoldi va sizlardan nafar so'rayman. Ham hurmatli Asqarjon Apandi, sizdan uzr so'rayman. Program oxirlashgandan keyin bu programning to'liq nusxasini sizlar YouTube orqali qarindoshlar YouTube orqali ko'ra olasizlar. Xo'sh, Asqarjon, boya gapimiz shu yerga kelganda, masalan, Germaniya federal hukumati ninki inson haqlari komissari doktor Barbel Hofler xonim
Nenge Şarkı Türkistan ziyaret qilish talabininki Xitoy tarafidan rad qilinganligi bu haqda odan bir ma'lumot bergandingiz va o'zingiz chorshanba kuni berib bevosita o'zi bilan ko'rishib kelgandingiz va bu haqda ma'lumot berdingiz yuqorida. Mesela Asqar Efendi men hozir mesela hozir Xitoy hukumati bu hozir Germaniya federal hukumatininki inson haqlari komissar o'zi berishni talab qilsa Xitoy hukumati rad qildi. Ama yana yan bir tarafdan keyingi ulapla hozir bu bir muncha 10 necha davlatninki Beijingdagi elchilarininki Sharq Turkistondagi o'zlari Xitoy yasab chiqqan atalmish kasb tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishiga yo'l qo'yyapti. Endi bu Xitoyning Germaniyadan asirishlik sabab nima endi? Bunisi bu Germaniya Xitoyninki Yevropa Birligi a'zo davlatlarining ichida eng chong savdo sherigi bo'lmasa, bu nima uchun bu g'arb davlatlarininki Yevropa demokratik davlatlarininki Sharq Turkistonga berishini shuncha ansiraydi. Hozir berayotgan davlatlarning hammasi Osiyo davlatlari va ba'zi g'ayri demokratik davlatlarni Sharq Turkistonga berishga ruxsat qilib Şundaq degandek uyagi bağan davlatlarninki hammasi degandek ya o'zidimi demokrasi bo'lmagan Pokistonga o'xshash, Afg'onistonga o'xshash va mushu Xitoyninki nüfus dairesinden chiqib ketolmaydigan davlatlar ularni apirib o'zininki yasalgan lagerlarni ko'rsatib aklyapti. Bu to'g'riliqmi masalan Barbil xonim bilan bu masalasida to'xtaldik. O'zim deydi, Tibetga bordim deydi, Tibetga bordim. Borsammi u chinib turadi deydi. Onu men ko'rsatgan yerlarninki sunniy yasalgan yerlar bo'lganligi, masalan men bir turmini ko'ray desam, buningga ruxsat qilmadi. Tibet'te bir turmunu ben körey, bir turmunu ziyaret kılay desem o turma biraz uzakta siz üyek basınız, herip kalsız depti. Ya ben herip kalmayayım ya, barıyı verme, çatak yok desem o, şunun gibi ruhsat kılmaptı. Demek ki bu garp devletlerinin ki üyek hem de 3. Dünya devletleri bolsun, yavımsa degen tek demokrasiya, terakki kılmıgan, özü diktatörlükle idare kılınıvatkan devletlerini üyege hayatını teklif kılıp ulazca şu özününki teşvikatını, özünün propagandasını kızış için ulanı apıp gelgen, lekin bir tane mı garip devleti yok bağlanların arasında. Mesela bu Mustafa Berbil Hanım barmen degen vaqtda eğer hakikaten üyede kokudgan bir narsa bulmagan bolsa, bu Xitoy hükümeti için naydı çoğun bir fırsatdı apırıp körüp, mana hammini körün mana bu yerde o deyilgendek bir mesele yok. Biz Uygurlar bizim işletmevatımız, ulan hakikaten biz bu yerde ilim, irfan bilen teminlevatımız da körsüneti bulattı. Lekin onda bulmaganlık için ve German hükümetinin Xitoy hükümetinin aldınıp ketmeydiganlığı, bu yerdeki vaziyetini qanda özüde qanda bir təsirat qaldırgan bolsa, şunu bu yerga kelip deydiganlığını bilgenligi üçün ruxsat qılmagan. Mesela qaytib kelgandan keyinmi, mesela u yerda Berbil xonimlar bormidi, shu o'xshash mezgilda Germaniyaningki prezidenti Walter Steinmeier efendim shu yerda. Walter Steinmeier efendim Uyghur meselesini uyarda oturup koydu. Uyarda oturup koyup yani Uygurlarga bulupmu jaza lagerleri üstüde toxtulup bunu hiçbir zaman bunu kabul kılanmaydıganlıqını yani 1 milyondur oşoq insanınki jaza lagerleri da ta'lim terbiye dep her qandaq qiyin qisdaqqa duchar bo'layotganligini qabul qilmaydiganligini so'zlab o'tdi. Uningdan 2 hafta avvaldan tashqi ishlari Maz efendim şu dedi. Germaniyanınki tashqi ishlar ministri, Germaniyanın tashqi ishlar ministrligi yani Uyg'ur masalasi ustida to'xtaldi. Demek ki ahirki şu 12 ayninki 11 ayının ahiri bilan 12 ayının başlarında Germaniyanın en çoğ 3 devlet adamı prezidenti, tashqi ishlar ministri ve insan hak huquqidan mas'ul Ali komissari uyaga bordi. Hammasi Uyg'ur masalasi ustida to'xtalib, mayli matbuot yig'inida bo'lsin, bu masalani o'tirib qo'ydi va qaytib kelgandan keyin Germaniyadagi bütün matbuotlarda bularni u yerda berib degan gapi va Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'yganligi, undan keyin bu yerdan qaytilib o'tgan Adil Dilshadjon masalasini o'tirib qo'yganligi, Ilhom To'xti masalasini o'tirib qo'yganligi Germaniyadagi bütün matbuotlarda keng ko'lamli ta'qiqlanadi. Hakikaten siz degandek endi bu demokratiya ve kişilik hukuk prensipleri o Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği a'zo davlatlarning eng asosiy qimmatlarining biri.
bu yerda endi Xitoy bilan masalan boymi men dedim u Germaniya zaten Avrupa Birliği a'zo davlatlarning ichida Xitoyning eng chong savdo sherigi. Ammo hech bir zaman boshqa g'ayridemokratik davlatlardek bu Xitoyning oldigan manfaati uchun bu yerda kishilik huquq dastatchilik qilmishlariga irqiy ayrimchilik, irqiy qirg'inchilik qilmishlari sukut qilib turolmaydi endi bular. Xitoyning asraydigan tarafim shu. Asqarjan endi masalan bu Odiljanni qaytarib o'tish voqeasi yuz bergandan keyin Germaniya ichki ishlar ministrligi avval. Onundan keyin Germaniya tashqi ishlar chet elliklar idorasi, siyosiy panohlik idorasi bu Germaniyaga kirib siyosiy panohlik tilgan, hatto siyosiy panohlik talabi rad bo'lgan Uyg'urlarning hech qanday bir Uyg'urning qaytarilmaydiganligi haqida maxsus qaror oldi. Endi siz deb o'tdingiz ana. Hozir nəhayət yuqori dərəcəlik Germaniyanınki yuqori dərəcəlik əməldalları bu Uyğurlar məsələsində, cəzalandırılır məsələsində dadilliklə oturuğa çıxıb hər qətim Xitay bilan görüşkə vaxtında siz də ötkəndək bu Uyğurlar məsələsini hər zaman təkidləb gəlirdi. Şundaqla yəni Germaniya hər qətimlə şu Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının insan hüquqları ümumi kengişinin yığını olsun və başqa irqi ayrımçılıq qarşı turuş komisiyanın yığınlarında yəni Uyğurların məsələsini ən qattiq oturuq qoyayotgan və Xitayni ayıplab ketayotgan dövlətlərdir. Bularning hammasi nimadan derak berdi? Bu tasodifiy o'tirib kelganmi? Bu natijalar Germaniyada bu darajada taraqqiy qilishi, bu darajada yuksak darajada Uyg'urlar masalasiniki bu yoki belgilik bir tirishchanlikning natijasimi? Elbette bo'libmi Odiljon burundan tortib Germaniya parlamentosi bilan, siyosonlari bilan aloqamiz bor bo'lsa-mi, bo'libmi Odiljon qaytarilib o'tgandan keyin biz nihoyatda qattiq bir xizmat ishladik. Nihoyatda kuchli bir xizmat ishladik. Ya'ni 4-oydan hozirgacha masalan o'tganda bir qarab chiqsam, faqatla shu Berbil xonimga yozgan xatimizningki soni 17 parcha xat yozibdik. Yani 17 parcha xat yozib, 17 parcha xatga javob berib, uningdan keyin o telefonlarda ko'rishganligimizni sanamaymiz. Germaniya parlamentosininki degandek inson haqlarining raisi bo'lgan Frau Güde Yansın xanım bor. Shu Güde Yansın xanımga 20 necha parcha xat yozilibdi. Bularda hammasida shu Uyg'urlarning masalasi to'g'riliq, jazo lagerlarining masalasi to'g'riliq, qaytarilib o'tgan Uyg'urlar to'g'riliq, Ilham To'xti to'g'riliq. Undan keyin bizniki nihoyat samimiy do'stimiz Margarita Bavza xonimga desak 23 parcha tashqi ishlar. Shunda bo'lib, oxirgi 4-5 oy ichida Germaniya parlamentosi, tashqi ishlar ministrligi mishaga bo'lib 100 dan oshiq parcha xat yozilgan. Ya bularning hammasi balki bularning ba'zilari nihoyat qisqa bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur masalasi to'g'riliq va ularga biz vaqti-vaqtida degandek ularning talab qilgan ma'lumotlarini yetkazib berdik. Mayli tizimlik desa tizimlik yetkazib berdik, mayli boshqa bir ma'lumot uni dedik. Bularning paketinglar bormi desa degandek ota-onasi o'zlari Germaniyada tug'an yurtdoshlarimizninki ota-onalarining turmush bo'lganligini, eti bilan, tug'ilgan kunlari bilan va bu yerdagi yurtdoshlarimizning eti va German fuqarosi bo'lganligini hammasini yezib, mayli Turkiyadagilardan tortib yetkazib berdik. Bunda bo'lgandan keyin bular albatta demokratik bir davlat, inson haqlariga hurmat qiladigan va inson haqlarininki taraqqiyoti uchun men aytgan bir davlat. Shuning uchun degandek oxirgi 5-6 oy ichida Germaniyada 2 qitim Germaniya parlamentosida Uyg'ur masalasi o'tirib qo'yildi. Hatto buni qo'ygan vaqtda Germaniya Xitoyninki Berlindagi bosh elchisi nihoyat qattiq norozilik bildirdi. Hatto shu Cumhur Reisining berishiningki to'xtab qolganligi va nimadan Uyg'ur masalasini o'ttirga qo'yib parlamentoda so'zlagan millat vakillariga ayrim telefon ichib sizlar Uyg'ur masalasini yog'an va bu dukninki bu yerdagi xodimlari bilan aloqanglar bor, bular sizlarni sab yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlayapti deb Maşındaq təhdid qilgan ahvollar bor. Bu vaqtda masalan nima nihoyat ochiq dedi parlamento a'zolari so'zlagan vaqtda kishilik haq-huquqni mudofaa qilish va bu yerda Uyg'urlarningki u yerda ezilayotganligini mudofaa qilish va bu to'g'riliq parlamentoda muzokara qilish bizning demokratik parlamentoningki biz nomus borji. Biz buni qilmasak qandoq xalqarada inson haqlari dalalaymiz, qandoq xalqarada inson haqlarininki taraqqiyoti
üçün hərəkət qıla alayımız deb ötken. Yani qattiq bir lobby hareketi elib berildi. Bununla əlbəttə bizning parlamentodagi tonuşlarımızning hissini aytdı. Lekin aloqani uzmaslik kerak va degandek xabar aloqa qilgan vaqtida ularni bir narsani haddidan oshiqmi oshirib etmasdan bo'lgan masalani bo'lgan vaqtda paketlar bilan yetishtirib bergan vaqtda Yevropa, G'arb ellarida eng muhim bo'lgani shu mubolag'a qilmasdan bir masalasini nima bo'lsa shuni paketlar bilan vaqtida va radlik va üzülüp qolmasdan aloqa qilib turgan vaqtda mushu natijalar qo'lga keldi. Inshaalloh bundan keyin texmo yaxshi narsalar bo'ladi. Masalan, Berbil xonim bu yil yana Sharqiy Turkistonga berish uchun iltimos qilganligini buni bu da 1-ayning 15-idagi suhbatimizda so'zlab o'tdi. Undan keyin Adiljonninki soti bo'ladi ekan. Uningga adam avatadiganligini buningga albatta Xitoy hukumatiningki rozi bo'lish kerak, lekin bularning tayyorgarlik qilayotganligini va u Adiljonning u yerda yolg'iz qolmasligi uchun u yerga mishadin ko'rsatkichi avatganligini so'zlab o'tdi va Xudoyim bursa yana Germaniya parlamentosi inson haqlari komiteti mushu 3-4 oylargacha Uyg'urlar to'g'riliq ayrim bir suhbat o'tkazdi, ayrim bir muzokara o'tkazdi. U yerda yana Uyg'urlarga vakolatan berib bizlar qatnashamiz. Rahmat, haqiqatan bu Germaniya Yevropa Birligi'den ait muhim bir devlet. Germaniyanın siyasetleri bu Uygurlar meselesi tutkan bu pozisiyası Avrupa Birliği a'zo 28 devletinin hemmisine ait çok tesir gösterdi. Mesela ötken yılı Avrupa Parlamentoda Uygurlar meselesi hakkında Xitay'daki ceza lagırlarını ayıplap 15 maddelik karar çıkan nemede. Yani bu eski Japon'da mesela Germaniya parlamentoda ben bu Germaniya parlamentinin tarihi tuncu kıtın Uygurlar meselesi umum bir yığında bir saat muzakere kılındı. Sizin yana Uygurlar meselesi hakkında yana muzakere vadaysınız. Germaniya parlamentoda mı Xitay'ın ki şu Uygurlar meselesi cezalarının meselesini ayıptap bir karar çıkartış imkaniyeti var mı bu vakti? Hem şu degandek o 11 ayınki 7 ve 8 günü bo'lgan muzokarada bütün partilarninki vakilleri hem de şu parlamentoda vekaletli bo'lib xizmat qilayotgan partiyaning vakilleri so'zlab o'tdi. So'zlab o'tib eng oxiri bu masalani Germaniya parlamentosi inson haqlari komissiyasiga havola qildi. U yerda texmo atrofliq ko'rishib, undan keyin shu yerdan bir qarar chiqib chiqmaydiganligi shu yerda belgilansin deb. Men abay deb o'tgandek, shu oldimizdagi oylarda ular ayrim yig'ilmoqchi. U yig'ilishning oldida bizlarni taklif qilmoqchi, chunki biz o'zlariga yana xat yozdik. Bu da shu o'zaro muzokara bo'lishning oldida Uyg'urlarning vakillari va ayni vaqtda ota-onasi jazo lagerida bo'lgan Germaniya fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarni shu yerga kelib bir guvohlikdan o'tishga taklif qilsanglar dedik. Bu taklifimiz qabul qilindi. Degandek oldimizdagi hafta va oylarda kutib turyapmiz. U yerga berib ular bilan suhbat o'tkazamiz. Umid qilamizki, shu inson haqlari komiteti muzokarasida bir natija chiqadi. İnşallah hakikaten bizni suyundirdigan, umidlantirdigan bir xabar. Siz deb o'tgandek hakikaten bir davanın izchilligini saqlash uchun to'xtamay turish kerak. Uni doim taqib izlab turish kerak, suylab turish kerak, ko'rishib turish kerak, anlatib turish kerak siz degandek. Hozir qaraydigan bo'lsak, yana Germaniya matbuotining asosiy kun tartibi jazolar masalasi. U Xitoy hukumati o'z yolg'ondan ayadi bir soxta tarbiyalash markazini yasab chiqib, ba'zi o'ziga yaqin bo'lib Shanxay hamkorlik tashkiloti birligiga a'zo davlatlarning odamlarni opirib o'zi setib olgan basiyat matbuotini opirib qilgan bo'lsa-mu, ammo hech bir zaman dunyo jamoatchiligi bo'lib jumladan Germaniya matbuotiga ishongani yo'q. Yana bu yerdagi jazo lagerlarining mavjudligi haqida to'xtamay xabarlar chiqyapti va Xitoyni ayblab jazo lagerlari masalasida. Demak, bu yerda Xitoyning siyosiy aldamchiligini ko'zbo'yamchiligini tunib yetganligini ko'rsatdi bu mamda. Yani birisi Komünist Xitoy hokimiyati va qonun davlat emas, shu Komünist Xitoy hokimiyatining hech bir gapiga ishonmaslik bir nimasi bor hamda qarab demokratik davlatlarda. Xo'sh, Asqarjon agarchanda qo'shimcha qilgan
Va so'zingiz bo'lsa qo'shimcha qilsangiz, bo'lmasa programmani bir narsani unutib qolibdiman. Yana mushu Barbil xonim so'zlab o'tgan. Masalan, hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuni eslatib qo'y, programma nechqatim uzilib ketgachga Barbil xonimning kim bo'lganligini yana bir eslatib qo'yish zaruriyati tug'ildi. Doktor Barbil xonim bu asqarjan ta'kidlayotgan Germaniya federal hukumati inson huquqlari komissari oldu. Bunun bir eslatib qo'y, xo'sh. Doktor bir xonim degandek, mushu oldimizdagi 2019-yili yana 10-oylarda yana inson huquqlari dialogi bo'ladi. Bu Germaniyada bo'ladi. Shu vaqtda dedi, endi buni biraz o'zgartirishni o'ylashyapmiz. Sizlarning qanday takliflaringlar bor deb so'ragan vaqtda, bizning bergan taklifimiz shu bo'ldi. Buda agar deganda Germaniyada bu dialog suhbat o'tkaziladigan bo'lsa, shu dialogga mumkin bo'lsa Uyg'ur vakillarini qatnashtirsanglar. Uyg'ur vakillarini qatnashtirsanglar, balki texi paydaroq bo'lamdiki deb shu taklifni bergan bo'ldik o'ziga. Yana Barbil xonim Xitoydagi vaqtda Lazada Xitoy hukumat xodimlar ko'rishgan vaqtda u yerdami Dunyo Uyg'ur qurultayini ular eg'iziga olgan. Xitoy taraf eg'iz elib, sizlar ular bilan munosabat qilyapsizlar. Dunyo Uyg'ur qurultayi terror tashkiloti, terrorist bir tashkilot deb buni Barbil xonim o'zi deb berdi. Ayni vaqtda bu Adil Dilshadjanmi shu bölgünçilik ve separatçilikten buna qalpoqni kiygizibdi. Buni nima bölgünçilik qildi deb so'rabdi. So'rasa, Dünya Uyghur Qurultayi Germaniyadagi vaqtda Dünya Uyghur Qurultayininki namoyishlarga, uningki faoliyatlariga qatnashgan, ya'ni terrorist bir tashkilotninki namoyish va faoliyatlariga qatnashgan biri albatta bölgünçi bo'ldi deb shu javobni bergan. Dünya Uyghur Qurultayi Germaniyada 2004-yili qonunli qurilgan va Germaniya hukumati tarafidan rasmiy tasdiqlangan, nizomnomasi rasmiy tasdiqlangan, xalqaro siyosatlarda vatanchi va sertifikatli xalqimiz vakillik qilayotgan qonunli bir tashkilot. Xitoy hukumati zaten burundan tortib terrorist tashkilot deb ayblab kelyapti, ammo buni Germaniya hukumati bo'lsin va yoki Yevropa birligi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, hech bir zaman Xitoyninki bu ayblashlarga pisand qilib qo'ygani yo'q. Dünya Qurultayi hech qanday bisimga cheklimiga nazoratchilik ushirmay, nihoyatda nima shaklda, tinch shaklda o'zining faoliyatini olib boryapti. Rahmat Asqarjon apanning bergan atrofli ma'lumotingiz uchun televizor ko'ruvchilar sizlardan va hurmatli Asqarjon apandan sizdan takror bu yerda uzr so'rayman, chunki texnik sababdan ikki qatim programmamiz uzilib ketib qoldi. Programmamiz tugagandan keyin biz buni texnik jihatdan birlashtirib YouTube'da buni to'liq shaklini nusxasini qo'yamiz va YouTube orqali buni ko'ra olasizlar. Shundaqla programmadan keyin bizningki YouTube adresimiz va Dunyo Qurultayi Tor televiziyasininki maxsus Tor bekiti bor. Tor sayfasi, o Tor sayfasi orqali Dunyo Qurultayi Tor televiziyasining butun programmalarini ko'ra olasizlar. Qandaylar. Hurmatli Asqarjon Atoyatın vaqtingizni chiqarib bergan bu ma'lumotingiz uchun sizga alohida tekrar rahmatimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, shuni bilan bugungi bu naqddan suhbat programmamizni mishada oxirlashtiramiz va keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishishga omon bo'ling, xayrli kechalar hammalarga. Xayr xo'sh.